Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, sizlar bilan yana Display Community. Yana bir bora biz dasturimizni yasashda davom etamiz. Bugungi darsimiz sizlar bilan umumiy vazifalarni sanash, umumiy olganda rollup funksiyasi hisoblanadi. Rollup funksiyasi juda muhim hisoblanadi, chunki bu bizga ko'plab ma'lumotlarni sanashda, ularni qo'shishda va ularni maksimumi, ya'ni eng kattasini olishda, minimumi, ya'ni eng kichkinasini olishda va qolaversa average, ya'ni o'rtachasini olishda yordamga keladi. Demak, bugungi darsimizni maxsusi rollup. Tayyor bo'lsangiz, biz darsimizni boshladik. Xo'p. Demak, rollup funksiyasi juda keng ko'lamda foydalaniladi. Masalan, aytadigan bo'lsak, eng zo'r foydalanishi mumkin bo'lgan joy savdoda aytaylik, umumiy mahsulotlaringiz bor. Umumiy mahsulotlaringizni summasi ham bor, narxi. Har bitta mahsulotingizni narxi bor. Har bitta mahsulotingiz narxini hammasini nima qilib beradi? Rollup qilsangiz, rollup funksiyasidan foydalanish orqali siz ularni ya'ni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari sizda har xil mahsulotlar bo'lishi mumkin. Siz ularni count qilishingiz mumkin, ya'ni sanashingiz mumkin bo'ladi. Har bitta mahsulotingizni nechtaligini sanashingiz mumkin bo'ladi. Va ularning har xil narxlari bor. Narxlari har xil va sizga masalan aytaylik, eng katta narxi kerak. Eng katta narxini siz maksimum funksiyasi, rollupdagi maksimum funksiyasi orqali olishingiz mumkin bo'ladi. Maksimum funksiyasi sizga eng katta summani chiqarib beradi. Va uni teskarisi bor, minimum. Ya'ni minimum funksiyasi degani eng kichkina funksiya. Sizda masalan mahsulotlaringiz narxi bo'yicha eng kichkina narxga ega mahsulotni chiqarish berishi mumkin bo'ladi. Va undan tashqari average. Ya'ni sizda aytaylik, har xil nimalar bor? Mahsulotlar bor yoki undan ham yaxshiroq varianti aytaylik, rating qismi bor. Rating qismida masalan har bitta mahsulotingizni har xil klient, har xil mijoz baholab ketishi mumkin. 1 dan 5 gacha masalan. Hammasi baholab ketgandan keyin sizga hamma bahoni kerak emas. Hamma bahoni sizda mahsulotni o'rtacha bahosi kerak, to'g'rimi? Xuddi shu narsada biz rollupdagi average funksiyasini tanlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni average degani o'rtachasini tanlashingiz mumkin bo'ladi va bu orqali siz mahsulotingizni klientlar tomonidan, mijozlar tomonidan o'rtacha bahosini qanday baholanganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bugun foydalanadigan funksiyamiz rollupdagi count funksiyasi. Ya'ni bizda umumiy ro'yxatlar bor va umumiy vazifalar ro'yxatidagi vazifalar sonini sanab berish kerak bo'ladi. Xo'p, demak buning uchun biz yangi yashik qo'shamiz, yangi joy qo'shamiz. Qator qo'shganimizdan keyin endi nomini masalan umumiy vazifalar soni deb yozib olamiz. Va turi aytib o'tganimdek rollup bo'ladi. R-O-L-L yoziladi. Mana yozsangiz chiqadi. Rollup deb tanlaymiz endi. Va so'rayapti mana. Summarize the values, ya'ni valuelarni, ya'ni qiymatlarni birlashtiring. Qaysi qiymatlarni birlashtirishimiz kerak biz? Vazifalar nomini. Vazifalar bo'limini tanlaymizda, vazifalar nomini sanab berish kerak bizga. Mana endi bu yerdan nima qilish kerakligini tanlashimiz mumkin. Count bor bizda va count unique. Bu nima degani? Bizda qarang, hozir sum chiqmayapti yoki maksimum minimum chiqmayapti yoki average chiqmayapti. Nimaga? Chunki o'tgan darsimizda aytib o'tganimdek, text bilan numberda o'zini farqlari bor degandim. Bizda agar birorta mahsulotingiz bor deylik, mahsulotingizni siz agar summasini yozmoqchi bo'lsangiz, summasini textga ham yozsangiz bo'ladi va numberga yozsangiz ham bo'ladi. Lekin farqi, textga yozsangiz siz faqatgina ularni sanashingiz mumkin bo'ladi xolos. Siz agar numberga, ya'ni songa yozadigan bo'lsangiz, rollup funksiyasi orqali siz ularni qo'shishingiz yoki maksimum minimumini o'rtachasini chiqarishingiz mumkin bo'ladi.
agar text qiladigan bo'lsangiz, faqatgina sizda ikkita variant bor, count bor va count unique. Bular count hammasini sanab beradi. Count unique faqatgina bir xillari emas. Agar ikkita 5-6 ta to'g'rilab bir xil ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, ularni bitta ma'lumot sifatida sanab beradi. Masalan, aytaylik, bizda sinfimizda 5 ta bola bor. Sinfimizda 5 ta boladan aytaylik, sanab chiqamiz. Masalan, Anvar, Akmal, Alisher, Akobir. 5 ta odam bor, lekin ikkitasini ismi nima bo'ldi? Akmal bo'ldi masalan, aytaylik. Ularni qanday qilib sanaydi? Count qiladigan bo'lsak, biz sinfimizda 5 ta bola bor deb hisoblanadi. Count unique qiladigan bo'lsangiz, bizda sinfimizda 4 ta bola bor deb hisoblaydi. Chunki ikkita Akmalni bitta odam deb hisoblashim kerak bo'ladi bu yerda. Shuning uchun va buni o'zida ishlatiladigan yo'llari bor. Albatta, bizda holatimizda hozir count kerak bo'ladi. Xo'p, precision degani bizda aniqlikligi. Masalan, aytaylik, bizda nechta pul bor? Hozir yozib ko'rsatganim ma'qul menimcha. Yo'q, yozib ko'rsatmayman. Xo'p, aytaylik, bizda precisionda masalan 5000 so'm 600 tiyin bor masalan. 600 tiyin degan narsani biz precision orqali mana bir 3 ta nol orqali ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. 500 deb yozib turib, tochka 600 tiyin deb belgilasak bo'ladi. Biz birni tanlaydigan bo'lsangiz, bizda 500 so'mi 6 bo'lib qoladi. Bizda biz qolgan keraksiz ma'lumotlarni, keraksiz raqamlarni olib tashlaydi yoki ularni qo'shib beradi undan oldingi songa. Agar bizda masalan 500 so'mi 600 tiyin bo'lsa, biz agar bu ma'lumotni 1 qiladigan bo'lsangiz, bizda 500 1 tiyin 500 1 so'm bo'lib qoladi. Chunki ana 600 tiyin bu yerdagi oldindagi 0 ga 1 bo'lib qo'shiladi-da, ularni 501 so'm qilib ko'rsatadi. Va bu yerda faqatgina yaxlit sonlar ko'rinadi. Buni o'zini foydalanadigan joylari bor. Masalan, aytaylik, ichimliklar bor. Ichimliklarda 1 litrligi yoki 1,5, 125 litrliklari ham bor, to'g'rimi? Xuddi shunday vaziyatda siz 1 qila olmaysiz, chunki agar 1 qiladigan bo'lsangiz, masalan 125 litrli suvingiz 1 litr deb hisoblanadi. Sizga nima kerak? 125 kerak. Shuning uchun faqatgina ikkita nolni qoldiradigan bo'lsangiz, sizda 125 qilib hisoblashi mumkin bo'ladi. Buni keyinchalik boshqa darslarimizda ham ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Va group separator degan narsa bor. Ya'ni masalan 1 qilamizda, ma'lumotni o'chirib yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, bu masalan 10,000 so'm degan yozuvda 10 dan keyin bitta tochka yoki virgul bilan ajratib beradi. Mingliklarni, 3 ta nollarni ajratib berishi mumkin bo'ladi. Sizni foydalanuvchingizga osonroq ko'rinish maqsadida. Va bu yerda units bor. Ya'ni sonimizni oldida turadigan valyutalar. Masalan, hozirgi holatimizda bizda vazifalar. Bu yerda vazifa deb yozadigan bo'lsak, masalan, vazifa deb yozadigan bo'lsangiz, mana bizni sonimizdan keyingi birorta nima valyuta shu yerda ko'rinadi. Masalan, bitta vazifa deb ko'rinyapti hozir, lekin bizda nima bir-biriga yopishib qolibdi. Shuning uchun doimo qo'shayotganda bu yerda bitta bo'shliq oldidan bitta bo'shliq tashlashni unutmasligingiz kerak bo'ladi. Bitta bo'shliq ochib qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerda bir-birini orasini ochib ko'rsatadi. Endi e'tibor bersangiz, bizda display units after number, ya'ni bu valyutalarimizni raqamdan keyin ko'rsatadigan funksiya yoniq turibdi. Bizda mana bitta vazifa degan yozuvimiz raqamdan keyin turibdi. Buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, bizning valyutamiz birinchiga chiqadi, vazifa 1 bo'lib qoladi.
Buni qachon foydalanamiz desangiz, masalan, dollarni bilsangiz, dollar belgisi doimo sondan oldin yoziladi. Shunga masalan dollar belgisini qo'yamizda va mana shuni o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, bu raqamdan oldin turadi va to'g'ri bo'ladi. Bizning holatimizda hozir ta vazifa bizda keyin bo'ladi. Xuddi shu narsani bizda raqamlardan xuddi shunaqa narsa chiqarib, masalan, narxlarni belgilayotganda so'm degan yozuvda sonni ichiga yozmaymizda, yozib ham bo'lmaydi. Sonlar bo'limiga faqatgina sonlar yoziladi. Uni oldidagi birorta valyutani yoki so'zni biz mana shu units qismi orqali yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak, save qilib olamiz. Demak, hozirda bizda bitta vazifa borligi uchun bitta vazifa deb ko'rsatyapti. Bu yerda nechta vazifa qo'shadigan bo'lsangiz, hamma vazifalarni sanab berib ketadi. Demak, bugungi darsimiz uchun shular edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.